Assalomu alaykum. Demak, bugun obunachimizdan kelgan savolga javob berib ketamiz. Savol quyidagicha: Excel dasturida hujjat imzolangan sanasi va amal qilish muddati kiritilgan. Lekin amal qilish muddati tugashidan oldin ogohlantirib turadigan formula qanday amalga oshiriladi? Shuni video qilib chiqsangiz oldindan rahmat. Demak, boshladik. Biz ham xuddi shu ko'rinishdagi jadvalni tayyorlab oldik. Kiritilgan sanalar ma'lum, tugash sanalari ham ma'lum. Ana endi izoh deb nomlangan qismiga formulani yozamiz. Birinchi navbatda barobar belgisini qo'yamiz va formulamiz nomini yozib olamiz. Demak, если formulasini yozib olamiz va tugash sanasi yozilgan yacheyani belgilab olamiz va minus qilamiz. Undan сегодня, ya'ni bugungi sana ko'rsatuvchi formulani minus qilishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng kichik yoki teng bo'lsin 30 dan, ya'ni tugash sanasi 30 kundan kam qolgan bo'lsa, bizga muddat tugamoqda degan xabar chiqarib turish kerak. Aks holda faol, ya'ni muddat tugashiga hali ancha bor bo'lgan shartnomalarda faol degan so'zimiz ko'rinib tursin. Shularni yozib olgandan so'ng enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi sanada imzolangan shartnoma sanasi 20-avgustda tugashi kerak. Muddat 30 kundan kam bo'lganligi uchun muddat tugamoqda xabari chiqmoqda. Buni butun jadval uchun ishlatib qo'yamiz va muddati yaqinlashgan shartnomalarni sizda oldindan xabar berib turuvchi formula tayyor.